Atmosfera tanish, Sharm el-Sheyxda qurilish. Hidlar ham tanish. Tanish hidlar. Hani obyekt hidlari bo'ladi-yu. Miyada qolib ketgan. Miyaga o'rnashib qolgan bu hidlar bor-ku. Mana, aytali. Menimcha bu cho'pli pol shlankasi, bilmayman cho'pli pol shlankasimi bu? Примерно 25 talik. Nima ekan bu? Pulni beton qilib, shlankalar yorilib ketmasin degan ma'noda bu yerda menimcha barniy zona qilishyapti. Yo, bu to'pli pol shlankasi emas ekan, o'rtoqlar, mana suv shlankasi ekan. Suvni shlankasi mana shunaqa olib kelishyapti. Ha? Mana. Mana o'rtoqlar, santeniklik uchun. Endi bu sizlarga yengil emas, santenik akalar, sizlar bundan zo'rlarini chetasizlar-yu. Xullas, Sharmda shunaqa jarayonlar ketyapti. Obyektdan chiqing, sayohatga chiqing. Biza kafilchimiz usta nimani topadi? Usta sayohatga chiqqanda mana shunaqa remontlarni topadi. Hamma o'zining sohasiga yarasha narsani qidirib yuradi. Xullas, sayohatga chiqqanda nimani qidirsangiz, o'shani topasiz. O'shaning uchun yaxshi-yaxshi narsalarni qidirib yuraveraylik. Yomon narsalar o'ylamasdan. Charchamanglar. Videoni ustiga jo'natib qo'yinglar. Yana o'sha gap, obyektdan chiqing, sayohatga chiqing.